Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Bugun biz sizlar bilan Uyg'ur tilida o'zimizning kun tartibimiz haqida so'zlashni o'rganamiz. Kun tartibi nihoyatda ahamiyatli va kerakli mavzu. Sababi kun tartibini saqlash plan bilan umr surishga yordam qiladi. Men hozir misollarni keltiraman. Savollarni qo'yib javoblarni beraman. Sizlar mening javoblarimning o'rniga o'zinglar haqida axborotni qo'ysanglar bo'ladi. Birinchidan, sizga do'stlaringiz sizning kun tartibingiz qandaq yoki sening kun tartibing qandaq deb savol qo'yishi mumkin. Bu savolga men atigan soat 7da turaman. Soat 7dan 5 minut ketganda o'rnimni yig'ib, tishimni tozlayman. 7:15da yoki soat 7:20da men atiganlik tomog'imni ichaman. Undan keyin soat 8gacha men o'z darslarimni qilib, leksiyalarga tayyorlik qilaman. 8:45da men universitetga manaman. Sababi soat 9da mening leksiyam boshlandi. Soat 9dan soat 1gacha men har qanday leksiyalarda va darslarda o'tirman. Professorlarni tinglayman. Undan keyin soat 1dan 1:30gacha men tamoq ichaman. Soat 1:30dan soat 2gacha yana darslarimga tayyorlik qilaman. Soat 2dan soat 6gacha meningda yana leksiyalar bo'ladi. Soat 7da men do'stlarim bilan uchrashaman. Soat 9dan soat 10gacha yoki soat 11gacha men har qanday film va seriallarni ko'raman. Ikkinchidan, do'stlaringiz sizga haftasiga siz necha qatim dam olasiz, necha kun dam olasiz deb so'rashi mumkin va dam olish kunlari sizning odatda planlaringiz qandaq? Siz dam olish kunlari nima qilasiz deb so'rashi mumkin. Dam olish kunlari men soat 9 yoki 10da uyg'onaman. Undan keyin odatdagidek o'rin yig'ib, tishimni tozalab, atiganlik g'izani ichaman. Yakshanba kuni men tamoman dars o'qimay, faqat uy tozalab, barliq narsalarni ratlab, bo'lmamni tozalashga tirishaman. Undan boshqa, yakshanba kuni men ailam uchalari bilan va o'zimning do'stlarim bilan, yaqin do'stlarim bilan uchrashishga tirishaman. Do'stlar bilan biz uchrashganda, odatda kinoteatrda har qanday filmlarni ko'rishimiz mumkin. Yoki shahardagi har qanday park va ajoyib bir joylarga berib, u yerlarni aralashimiz mumkin. Endi bu savolga sizlarmi o'zinglar haqida javob berib ko'ringlar. Bugungi qisqa video sizlarga do'stlar bilan so'zlashganda o'zinglarning kun tartibinglar haqida axborot berish uchun, savollarga javob berish uchun yordam qildi deb ishonaman. Diqqatingizga ko'p rahmat. Xo'sh,